Poytaxtimizda joylashgan O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi nafaqat mamlakatimiz, balki butun Markaziy Osiyodagi eng ko'hna maskanlardan sanaladi. Shu kunlarda muzey tashkil topganining 150 yilligiga katta tayyorgarlik ko'rilyapti. 1,5 asr davomida tabiat mo'jizalarini asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazishga xizmat qilayotgan muzeydan sana munosabati bilan Dunyo flora va faunasi deb nomlangan yangi ekspozitsiya bo'limi ochildi. Ilk lavhamiz shu haqida. Ushbu bo'limni tashkil etishdan maqsad yurtdoshlarimiz, ayniqsa yosh avlodga tabiatning betakror mo'jizalari, turli qit'alarga xos noyob o'simlik va hayvonot olamini namoyish etish. Muzeyga tashrif buyuruvchilar birinchi qavatdan o'rin olgan, asosan Markaziy Osiyo tabiatiga mansub jonzotlar, qushlar va o'simliklar namunalari bilan tanishar edilar. Muzeyning 150 yilligi oldidan ochilgan yangi Dunyo flora va faunasi deb nomlangan ushbu ekspozitsiya yer yuzining boshqa hududlariga xos noyob jonzotlarni ham yaqindan ko'rish imkonini beryapti. Muzeyimizning ikkinchi qavatida dunyo hayvonlariga atalgan ekspozitsiyalar yaratilgan. Bu yerda asosiy qismi bu safari, Afrika hududini biz tasvirlashga, tabiatini tasvirlashga harakat qilganmiz. Bundan tashqari Yevropa bulonlarini ko'rishimiz mumkin va boshqa bir qancha dunyo hayvonlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad bizning muzeyimizda tashrif buyurgan mehmonga nafaqat Markaziy Osiyo, O'zbekistonning tabiati, flora fauna dunyosi, balki dunyo hayvonlarini ham yaqindan tanishtirish nazarda tutilgan. Afrika buyvulini ko'rishimiz mumkin va juda ham mashhur bo'lgan Nil timsohlari. Nil timsohlari uzunligi 5-5,5 metrgacha yetar ekan. Aynan bu Nil timsohlari bu dunyodagi eng yirik timsoh, eng yirik suvda yashaydigan yirtqichlardan biri hisoblanadi. Bu yerda esa springbok, dukkerlarni ko'rishimiz mumkin. Baland o'sgan o'tlar orasida yashab, juda ham balandga sakrashar ekan. Shuning uchun Afrikada dukkerlar bu baland sakrash degan ma'noni bildirar ekan. Bundan tashqari biz katta piton ilonimizni ham ko'rishimiz mumkin. Tabiat juda ham rang-barang. Juda ham turli xil hayvonlar bor. Bu hayvonlarning har bittasi tabiatda eko-muvozanatni saqlashga xizmat qilib beradi. Ya'ni biri bo'lmasa, bu falokat kelib chiqishi mumkin ekologiyada. Ya'ni bu bo'lmasa, bunday kamchilik kelishi mumkin tabiatimizda. Bularning hammasini o'zining o'rni borligi, bu barchasi bir butun bo'lgan holatda tabiatimizda ekotizimni, eko-muvozanatni saqlab turish haqida ma'lumotlar berib boriladi. O'zbekiston Davlat tabiat muzeyining ushbu bo'limiga olib kelingan yangi eksponatlar o'zining kelib chiqishi, yashash muhiti va ozuqa xilma-xilligi haqidagi manbalar bilan boyitilgan. Keluvchilar bizning tabiatimizda uchramaydigan hayvonot olamini tomosha qilish orqali ular haqidagi qiziqarli ma'lumotlarga ham ega bo'lishadi. Bu muzeyimizda ikkinchi qavatida yanada, ya'ni yer qit'asining boshqa hududlarini ham o'z ichiga olgan holatda boshqa dekoratsiyalarni qurish, yangi bo'lgan hayvonlarni olib kelish, ya'ni bu Markaziy Osiyoda birinchi ochilgan O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi eng yirik ilmiy markaz hisoblanganligi uchun mana shu o'zini salohiyatini ko'rsatib berishlik uchun bu ishlar olib borilyapti va kelajakda buni yanada kengaytirish, ya'ni yangi mintaqaning hayvonlarini olib kelish rejada bor. Muzeyning 150 yillik doirasida qator hamkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Jumladan Dunyo flora va faunasi nomli ushbu ekspozitsiya zalidan yana yangi eksponatlarning o'rin olishi rejalashtirilgan. Bu orqali o'quvchilarda tabiatga mehr va qiziqish ortadi. Shuningdek, muzey jonli darsxona vazifasini bajaradi.